Okey, o'quvchilar, onda bugun biz to be degan taqribda o'tamiz. To be deganimiz ne edi? To be'dan қазақшасын bilamizmi? Ne degan so'z? Zat esm және sin esm, ya. Biz to be'ni bilamiz, bir necha ret o'tganmiz. Bugun kelar chog'imi o'tgan chog'imda o'tamiz, okey? Zat esm және de sin esm, ya. Okey. Sonымен men hozir taxtani 3ga bo'lim. O'tgani o'sha chog', o'tgan chog' qilib 3 chog'inda o'tib chiqamiz. Kelishdikmi? To be ya'ni present deganimiz o'sha shaxt degan so'z. Tushundik ya o'quvchilar? Present, to be past deganimiz o'tgan shaq. Odan keyin to be future, ya'ni to be'ning qay shag'i? Kelar shag'i, ya, future. Okey. Qasdan қазақша olib yozib qo'ying, ya. O'sha shaq. Bunau o'tgan shaq. Al bunau kelar shaq. Tushundik-ku, ya? Kelar shaq. Butkulini hozir o'tib chiqatib bo'lamiz. Sonымен endi biz o'sha shaqdagi to be'ni esimizga tushirib olaylikchi. Biz ayga ne жалғайтын edik? Ayga yo'q. Qanday to be etisiga жалғайтын edik? Am жалғайтын edik. I am, ya, мысалы, I am. He'ga qanday to be etisiga жалғайтын edik? Is, ya. She'ga she? Is, ya. Itga she? Is, ya. You'ga she ko'pcha turga? Are edi. We'ga she? Are, ya. They'ga? Are, ya. Okey. Sodan keyin, ya'ni am, is, aredan keyin kez kelgan ағылшын tilindagi zat esm men sin esmni qo'yuga bo'ladi, ya. Misolga aytadigan bo'lsak, meniki Arnoldning qo'lida at home deb turadi, ya. Misolga aytadigan bo'lsak, I am at home. Bu ne degan so'zlam? Men uydaman, ya, misolga. Men uydaman. He is, например, a student. Student deganimiz ne edi? O'quvchi, ya. He is a student bo'lsa qalay bo'ladi? Ол o'quvchi, ya, student, ya, misolga. She is, например, beautiful. Beautiful deganimiz ne? Bilamizmi? Beautifulni ademi, ya, misolga. It is, например, good. Bu yaxshi degan so'z, ya. Misolga, you are in, например, Temirtau. Sen qay yerdasan? Temirtaudasan, ya. In deganimiz bizning o'ris tilidagi v predvokqa sa'kis keladi, ya, bir narsa ishinde degan siyoqda. Kelasi, например, we are friends, ya'ni biz kimbiz? Do'stmiz, ya, misolga. They are, например, taqda bir sin esm aytaylik, kezgigan, например, in a car, ya'ni ular qay yerda? Mashinada, ya, ko'likda degan so'z. Ya'ni to be esimizda, ya, buna am, is, are когда söylemde is hareket bo'lmagan жағдайда gana javlanadi, durustmi? Misolga, men uydaman deganda is hareket bormi? Yo'q, ya. Al если misolga men uyda o'tirman bo'lsa-chi, u кезде bo'lib qoladi edi, ya. So'ng uchun is hareket bo'lmagancha am qo'shdik. Misolga, he is a student, ya'ni u o'quvchi. Al misolga aytib жатқан yo'g'a, u misolga universitetda o'qiydi deb. Universitetda o'qiydi desa is bo'ladimi? Bo'lmaydi, u o'tgan is hareket bo'lib ketadi, ya. Okey. Endi o'quvchilar, to be'ni tushunib oldik, ya. To be o'zi qanday edi bizda? Zat esm және sin esm. To be'ning o'sha shag'inda necha ko'makchi etishliklari bor? 3, ya. Am, is, are, ya. Endi to be'ning o'tgan shag'ini o'tamiz o'quvchilar. O qalay bo'ladi? Ya'ni biz jana ayga am qo'shib edik-ku. Endi was жалғаймыз. Was. He'ga, she'ga, itga тоже was жалғаймыз. Kelishdik-mi? Was. Al you'ga, we'ga, they'ga ne жалғаймыз? Were жалғаймыз. Were. Okey? Were. Ya'ni o'quvchilar, orishchada переводы bunday bo'ladi. Misolga, я дома, durustmi? Al na yerda o'tgan shaq bo'lgandan keyin я был дома. Он студент, он был студентом. Tushundik-ku, ya? Misolga, I was at home, ya'ni men uyda edim. He was a student. U o'quvchi edi. Misolga, she was beautiful, ya'ni u qiz ademi edi. Butkulni edi deymiz, ya. It was good. U yaxshi edi. Tushunyapsizlarmi, Alinur? Tushunyapsizlarmi? Ayol tushunyapsizmi? Kelasi,
We were in Temurtau. Sen Temurtauda yedin. Temurtauda yedin. We were friends. Biz do'st yedik. Aha. They were in a car. Ular ko'likda edi, ya? Ko'likda bo'ldi. Endi o'quvchilar, kelar shaqda o'tamiz. Misolga, men uyda edim. Endi ne istaymiz kerak? Men uyda bo'laman deb aytishimiz kerak, ya? Kelar shaqda ya budu doma. Ya'ni, misolga Iga, hega, shege, itga, youga, we'ga, theyga bularning barlig'ini endi will be degan to be ko'makchi jalg'avar qo'shiladi ekan. Tushundikmi? To be. Misolga, I am at home, men uydaman. I was at home, men uyda edim. I will be at home, men uyda bo'laman. He is a student, u o'quvchi. He was a student, u o'quvchi edi. He will be a student, u o'quvchi bo'ladi. Men emas, u bo'ladi. Kelasi, she is beautiful. U qiz ademi. She was beautiful. U qiz ademi edi. Bo'ladi. She will be beautiful. Ya, u qiz ademi bo'ladi. Kelasi, it's good. Yaxshi. It was good. Yaxshi edi. It will be good. Yaxshi bo'ladi. Ya, misolga. Молодец, Arnold. Kelasi, you will be. U Temurtauda bo'ladi. Biz do'st bo'lamiz, ya, misolga. Tushunibdimi? Tubidin o'zi shaq, kelar shaq, o'tgan shaqlari o'qishar. Kimda qanday so'roq bor? Kim tushunmadi? Sразу aytinglar. Kim ne narsani tushunmadi? Tushundingmi bola bu? Mana it is o'zi shaqda bu. Biz hozir o'zi shaq, o'tgan shaq, kelar shaq birga o'tib жатырмыз. Durust o'rgatgan. Itga is bo'ladi. Jazolaymiz o'quvchilar.